Şinjangdaki 9 çoğun yaylaqni bilib eling. Birinchi Narat yaylaqi. Dunyodagi 10 çoğun yaylaqning biri degan sharafli nomi bor. Ikkinchi Qarajun yaylaqi. Dunyodagi eng chiroyli yaylaqlarning biri deb ta'riflanadigan bek go'zal yaylaq. Uchinchi Tangbula yaylaqi. Kishilar tarafidan tabiatning eng tabiiy rasm koridori deb maqtaladigan eng tabiiy ham go'zal yaylaq. To'rtinchi Bayınbulaq yaylaqi. Davlatimizdagi 4 cho'ng yaylaqning biri bo'lgan agri-bugri suv iqillari bilan bakli chiroyli ko'rinadigan ajoyib go'zal yaylaq. 5. Bariko'l yaylaqi. Şinjangdagi 2-chi cho'ng yaylaq. 6. To'qqiztara yaylaqi. Tarixiy obidalari bilan nomi mashhur yaylaq. 7. Cho'ng Qushday yaylaqi. Tog'larning orasidagi odamlar eng oz oyoq bosadigan bek chiroyli yaylaq. 8. Jambulaq yaylaqi. Yoz faslida yop-yeshil, kuz faslida sap-seriq oltin rangga kiradigan bek orambaxsh yaylaq. 9. Ko'ndalang yaylaqi. Tian Shan teg'idagi bebaho guhar deb ta'riflanadigan bek go'zal joy. Go'zal joylarni sayohat qilib, unutilg'isiz asl qoldiray desangiz, yo'lovchiga agishing.